O'zbekiston va dunyodagi bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bizning Dunyo yangiliklari YouTube kanalimizda. Bugun dasturimizda yaqinda olingan suratlar shuni ko'rsatdiki, yulduzlararo uch atlas obyekti Quyoshga eng yaqin nuqtadan o'tgandan so'ng birdaniga bir nechta dumlarni chiqarishni boshlagan. Ularning ketma-ketligi obyekt dvigatellarini ishga tushirib, ongli ravishda manevr qilayotgani haqidagi taxminlarni kuchaytiradi. Olimlar baholashicha, uch atlas birdan 7 ta moddadan iborat oqimga ega bo'lgan. Ular turli yo'nalishlarda tarqalmoqda va bu anomaliya hisoblanadi. Oddiy kometalar Quyoshga yaqinlashganda odatda bitta dum hosil qiladi. Tahlilga ko'ra, uch atlasning eng massiv dumi asosan karbonat, angidrid va suvdan iborat bo'lib, biroz miqdorda sanit, shuningdek, odatda kosmosda uchramaydigan nikel qotishmasini o'z ichiga oladi. Garvard universiteti astrofiziga Avraam Leb o'z blogida ta'kidlaganidek, murakkab oqimlar tizimi ushbu yulduzlararo mehmon aslida manevr bajarish uchun dvigatellardan foydalanuvchi begona yot kema bo'lishi mumkinligi haqidagi nazariyani qo'llab-quvvatlashi mumkin. Obyekt massasi 33 milliard tonnaga baholanmoqda. U Quyosh radiatsiyasining 33 gigavatgacha kuchiga duch kelmoqda. Oktabr oyi oxirida uch atlas perigeli Quyoshga eng yaqin nuqta orqali o'tdi. Bu manevr unga galaktikaning qalin diski deb ataladigan hududidan kelgan yulduzlararo obyektga 68 km/sekundgacha tezlashish imkonini berdi. 19 dekabr kuni uch atlas Yerga eng yaqin masofadan o'tishi kutilmoqda.